puliga pul toptirishni yaxshi ko'radigan yurtdoshlarimiz uchun juda ham zo'r bitta variantimiz chiqyapti. Chilonzor 13-kvartal Farxatskiy bozori shundoq yonginasidan 4 etажli binoyimizning 2-etajdan bir xona, 2 xona qilingan Yevro remont mebel texnikali kvartira. Xo'p, men videoni boshida nimaga puliga pul toptirishni yaxshi ko'radigan deb aytdim. Ushbu kvartirani xarid qilib olsangiz, siz yil o'tishi bilan narxini ko'tarib sotishingiz mumkin yoki investitsiyaga mana shu xonadonni olib $500 ga bemalol arendator qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men sizga kvartirani polniy ko'rsatib o'taman. Agarda narxi ma'qul kelsa, bemalol telefon qilib ushbu xonadonimizni baraka qilishingiz mumkin. Xo'p, bu yog'imizda glavniy eshik, podyezdimizdan kirib kelaverish. Koridorimizda prixojniy mebellarimiz, bu yog'imizda chiroyli tosh oynalarimiz, alohida sanuzellarimiz joylashgan. Kvartiramiz noldan remont qilingan, mebel, texnika, santexnika, elektrika, hamma narsasi noldan bo'lgan. Mehmonxonani chiroyiga bitta ahamiyat bering. Mehmonxonamizda televizorniy zonamiz, chiroyli lyustralarimiz, bu yog'imizda divanli dam olib o'tirish uchun zonamiz qilib qo'yilgan turetskiy mebellar. Devorlarimizdan chiroyiga bitta ahamiyat bering. Ushbu xonadonimizda hop 1,5 ga uchli balkonga oshxonamiz chiqazilgan. Bu ham ixchamgina qilib chiqazilgan. Oshxonani hidi mehmonxonaga o'tmaslik uchun mana bunaqa razijnoy shishali oynalarimiz, eshiklarimiz qilib ketilgan. Bemalol buni ochib, yopib foydalansangiz bo'ladi. Shundoq mehmonxonaga xiddi 80% ga o'tkazmaydi. Xo'p, 1,5 ga uchli balkonda oshxonamizni ixchamgina qilib joylashtirilgan, kuxonniy mebel va texnikalarimiz chiroyli qilib joylashtirib qo'yilgan. Gaz plitasi, vichkasi, bu yoqda posudomoyka, kryuj mashinasi, bu yoqda xolodilniklari qilib qo'yilgan. Ayollarimiz uchun juda ham qulay. Kichkina bo'lsa ham, lekin hamma sharoitga ega. Shundoq katta yo'lni yuzi, bu yog'iga qarasanglar, shundoq Farxatskiy bozori ro'parasida joylashgan. Juda ham zo'r lokatsiya. Olib qo'yishli kvartira. Agarda pulingiz yetsa, srazu barakasini qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, oldingi oshxona hozir полноценный 2 kishilik spalni qilib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda o'zini kattagina shkaflari bilan birgalikda kichkina xona bo'lsa ham, lekin hamma uslubiga ega. Yosh oila mazza qilib yashashi mumkin yoki aytib o'tganimizdek, arendaga yaxshi narxga ushbu xonadonni berib qo'ysangiz bo'ladi. Endi sizlar bilan birgalikda sanuzelni ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda kvartiramizning sanuzel qismi joylashgan. Sanuzelimizda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Xo'p, qo'l yuvish uchun rakovinasi, tosh oynalari, bu yog'ida vanna qismi yaxshi smesitellar turibdi. Xo'p, stena polniy kafeldan chiqqan. Bu yog'imizda vanna xonasi va alohida hojatxona qismi. Polniy mana shkaflari qilingan, stenasi polniy kafeldan chiqqan. Ushbu xonadonimiz 33 metr kvadrat bo'ladi. 4 etажli binoni 2-etajda, yaxshi etajda joylashgan. Lokatsiyasi ham Chilonzor 13, 26-dom. Shundoq katta yo'lni yuzda. Juda ham zo'r lokatsiya. Olish kerak, foydalanish kerak. Investitsiya qilib qo'ysangiz, narxi ko'tariladi bu kvartiralarimizni. Arendaga aytib o'tganimizdek, juda ham zo'r narxda berib qo'ysangiz bo'ladi. Kvartiramizning narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizga $61,000 so'rayapmiz. Kvartiramiz sizga ma'qul kelsa, telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Dokumenti joyida. Olganingizdan keyin arendaga $500 ga bemalol qo'yib beramiz. Kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, shuni video pastdagi telefon raqamiga telefon qiling.